Assalomu alaykum kuzatuvchilarimiz. Yana bir obyektimizni to'pli qismlarini bitirib berdik. Obyektimizga qilib bergan ishlarimiz kamber sistemi, ya'ni отопление to'pli pol. Radiatorlarning o'rinlari chiqarib ketildi. Ya'ni bitgandan keyin qo'yib berish uchun. Har bitta xonamizga izolyatsiyalangan turbalarimiz, ya'ni bu xonaga ta'sir qilmasligi uchun solaymiz. Sanuzelimiz joylashgan bu yoqda. Sachraganimiz sachramaydigan qilib 10 cm pastga qo'yib berilgan. Tahorxonamiz setkali. Bu yoqda ariston zonamiz, ya'ni перегородка bilan dush zonamizdan ajratiladi. Şimdi sifatiga baho berasizlar. Sizga shunaqangi sifat xizmatlar kerak bo'lsa, aloqa qilib ko'rasizlar.